Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, mo'min musulmonlar. Zulhijja oyining eng ulug' kunlari yaqinlashmoqda. Ertaga Arafa kuni va indinga Qurbon hayitini nishonlaymiz. Bugun biz takbir tashriq haqida suhbatlashamiz. Chunki ayni biz bilishimiz kerak bo'lgan, har bir musulmonning boshiga vojib bo'lgan takbir tashriq, har farz namozdan keyin ertaga bomdoddan boshlab aytishimiz shart bo'lgan, vojib bo'lgan ulug' zikrdir. Keling, takbir tashriq haqida suhbatlashamiz. Takbir tashriq nima? Takbir tashriq bu maxsus zikr bo'lib, Qurbon hayiti kunlarida har farz namozdan keyin baland ovozda aytiladi. Unga tashriq takbirlari deb ham ataladi. Matni quyidagicha: Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. O'zbekchasi: Alloh buyukdir, Alloh buyukdir, Allohdan o'zga iloh yo'qdir, Alloh buyukdir, Alloh buyukdir, barcha maqtovlar u zotga xosdir. Takbir tashriq 2025-yil qachondan boshlab aytiladi? Takbir tashriq Zulhijja oyining 9-kuni tongi, Arafa kuni bomdod namozidan boshlab aytiladi. Ya'ni bu Zulhijjaning 9-kuni 2025-yil milodiy taqvim bilan hisoblaganda 5-iyun kuniga to'g'ri kelyapti. Ya'ni ertaga payshanba kunidan boshlab bomdod namozidan keyin biz ushbu yuqorida ta'kidlagan takbir tashriq zikrini aytishimiz kerak bo'ladi. Bo'lib ham har farz namozidan keyin, masalan bomdodning farzidan keyin, peshinning farzidan keyin, asrning farzidan keyin, shomning farzidan keyin, xuftonning farzidan keyin. Demak, sunnatdan keyin emas, aynan farz namozini tugatishimiz bilan ikkita tomonga salom berganimizdan so'ng takbir tashriq zikrini aytishimiz vojib bo'lar ekan. Endi o'rinli savol tug'iladi. Takbir tashriq qachongacha aytiladi? Takbir tashriq Zulhijjaning 13-kunigacha, ya'ni 5 kun davomida aytiladi. Zulhijjaning 13-kuni milodiy taqvim bilan hisoblaganda 9-iyunga to'g'ri kelar ekan. Zulhijjaning 13-kuni, ya'ni 9-iyun kuni asr namozida eng oxirgi takbir tashriq aytiladi. Demak, 9-iyun kuni asr namozigacha takbir tashriq aytiladi. Ertaga 5-iyun bomdod namozidan 9-iyun asr namozigacha 5 kun davomida har farz namozidan keyin har bir namoz o'qiyotgan musulmon, u xoh jamoatda bo'lsin, xoh yolg'iz bo'lsin, baland ovozda takbir tashriqni aytishi vojib bo'ladi. Faqatgina ayollar past ovozda ichida aytadi, erkaklar baland ovozda har farz namozini tugatishi bilan ikkita tomonga salom bergandan so'ng takbir tashriq zikrini aytishi vojib bo'lar ekan. Demak, takbir tashriq quyidagicha o'qiladi: Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Har namozdan keyin biz ushbu zikrni bittadan 3 martagacha aytishimiz kerak bo'ladi. 3 marta aytsak juda ham yaxshi. 1 marta aytsak ham zarari yo'q. Demak, biz takbir tashriqni har farz namozdan keyin aytishimiz kerak bo'ladi. Biz Arafa kunidan boshlab hayitning 4-kuni asrigacha bu kunlarni tashriq kunlari deymiz. Tashriq kunlari deyilishiga sabab shuki, tashriq so'zi arab tilida biron narsani oftobga yoyib qoqlash degan ma'noni anglatadi. Odamlar bu kunlarda kelgusiga g'amlab qo'yishga mo'ljallangan qurbonlik go'shtlarini buzilib qolishidan saqlash uchun oftob nuriga yoyib quritar edilar. Shuning uchun bu kunlar tashriq kunlari deb ataladi. Shu bois bu kunlarda aytiladigan takbir ham tashriq takbiri deb yuritiladi. Alloh taolo marhamat qiladiki, sanoqli kunlarda Allohni zikr qilingiz. Baqara surasi 203-oyat. Mufassirlar bu sanoqli kunlarni tashriq kunlari deydilar. Hanafiy mazhabida tashriq kunlari hayit kundan keyin 3 kun hisoblanadi. Demak, takbir tashriq Arafa kuni bomdod namozining farzidan so'ng aytish boshlanadi va hayitning 4-kuni asr namozida oxirgi takbir tashriq aytiladi. Shu bilan tugaydi. Shunda 5 kun davomida umumiy 23 ta namozdan so'ng takbir tashriq aytilgan bo'ladi.
Agar o'sha namozlar qazo qilinsa, uning qazosini tashrih kunlaridan boshqa vaqtlarda o'qilsa ham ortidan takbir aytiladi. Bundan tashqari, yurgan, o'tirgan paytlarda takbir aytishning zarari yo'q, balki mustahab amaldir. Arafa kuni kechasi, ya'ni hayit kuniga o'tar kechasini zikru tasbih va duoyu istig'for bilan bedor o'tkazish mustahabdir. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kim Ramazon va Qurbon hayitlarining kechasini bedor o'tkazsa, qalblar o'ladigan, ya'ni Allohning zikridan g'ofil bo'ladigan va qotib qoladigan kunda uning qalbi o'lmaydi deganlar. Keling takbir-i tashrihni 10 marta aytib yodlab olamiz. Buni albatta har bir musulmon yoddan bilishi shart. Agar yodlamagan bo'lsangiz, ushbu videoni ko'rish orqali albatta inshaalloh yodlab olasiz. Va yana bir narsani eslatib o'tmoqchimanki, bu videoni yaqinlaringizga tarqating. Like bosib, kommentariya yozishni, ya'ni izoh qoldirishni unutmang. Zero mana shunday like va izohlaringiz orqali bu video juda ham keng ommaga yetib boradi. Albatta bu har bir musulmonlar uchun manfaatli bo'ladi. Keling endi takbir tashrihni 10 marta birgalikda qaytaramiz. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Alloh taolo
bu kunlarni barchalarimizga xayrli qilsin. Har bir qilayotgan ibodatlarimizni o'zi dargohida qabul aylasin. Qilayotgan duolarimizni Alloh taolo ijobat aylasin va keyingi Qurbon hayit kunlariga ham barchalarimizni sog' salomatlikda yetkazsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.